Merhabalar. Bugun sizlar bilan biz mexatronika fanidan, demak, tajriba mashg'ulotlarini olib borishimiz kerak ekan. Tajriba mashg'ulotimiz 3-tajriba mashg'uloti. Demak, tajriba mashg'ulotini demak mana metodika yordamida, uslubiy ko'rsatma yordamida agar qarayib olib boradigan bo'lsak, 3-tajriba ishimiz Arduino Uno mikrokontrolleri yordamida haroratni boshqarish jarayonini o'rganish mavzusida ekan. Bizga kerak bo'ladigan asosiy demak jihozlarimiz temperatura datchigi, mana kichkinagina temperatura datchigi, mana rezistor kerak bo'lar ekan, breadboard kerak bo'ladi va Arduino Uno mikrokontroller va ulovchi kabellar va demak USB kabel kerak bo'lar ekan. Birinchi navbatda bularning xarakteristikasini o'rganadigan bo'lsak, demak datchigimiz, harorat datchigimiz ko'p joylarda ishlatiladi. Ya'ni mana konditsionerlarda, avtomobillarda, demak umuman tashqarini temperaturasini o'lchash uchun, bilish uchun, ko'rish uchun demak ishlatiladi bu datchigimiz. Va uni breadboardda quyidagicha ulashimiz mumkin. Birinchi navbatda demak datchigimizni ulaymiz va 3ta e'tibor qiladigan bo'lsak, 3ta oyoqchasi bor. Demak, birinchisi demak bu yerda bizda 5 volt demak mana birinchi oyoq 5 volt yordamida pitaniya beriladi, ya'ni ta'minot beriladi. O'rtasi chiqish demak kontakti bo'ladi va oxirgi 3-inchisi esa demak bu GND, ya'ni zazemleniya deydi yoki yerga ulanish deyiladi, minusovoy deyiladi. Shu narsani demak ulashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, mana endi breadboardda demak mana uladik va 3ta qatorga 3ta oyog'ini uladik va buni demak ta'minoti bo'yicha VCC da через 1 kilo ohmlik demak rezistor yordamida uladik. Shundan so'ng demak GNDga demak GNDni ulaymiz. Chiqish portini demak mana xohlagan bitta portga nima qilishimiz mumkin? Analogiy signal bo'lishi kerak. Analogiy signalni mana uladik va rezistor tomonidan mana 5 voltni ulashimiz kerak bo'lar ekan. Mana sxemamiz tayyor bo'ldi va buni Arduino'ni USB kabel yordamida ulasak agar mana quyidagi ko'rinishga ega bo'lamiz. Endi ishlashini ko'rishimiz uchun Arduino Uno mikrokontrollerning o'zining Sketch programmasi bu. Sketch programmasini mana oldindan tayyorlab qo'ygandim men. Mana notebookga uladik. Demak, pitaniya berildi. Mana oldindan men programmasini mana uslubiy ko'rsatma yordamida demak mana o'sha programmani yuklab qo'ygandik. Oldindan vaqtni demak tejash maqsadida mana shuni yuklab qo'ygandik. Endi buni mana misol uchun yuklaymiz. Загрузка deyapti. Загрузка deyapti. Mana загрузка deyapti va загрузка qilyapmiz. Mana yuklanyapti. Mana ishladi. Endi bunda demak instrumentidan monitor portini ochsak agar, yuklasak demak ana tepadan demak xona haroratini ko'rishimiz mumkin. Yana bir bor demak sizlar bilan sxemani ko'rib chiqsak, mana buni yopsak agar, demak sxemani ko'rib chiqsak agar, sxemani eslab qoling va videoda yana ko'rib qolsangiz
qaytadan ko'rsangiz eslashingizga osonlashadi va sizlarga topshiriq bo'ladiki, demak metodikada, demak uslubiy ko'rsatmada ko'rsatilgan programma bo'yicha kerakli mana parametrlarni o'zgartirib monitorga demak nima qilishingiz, programmani o'zgartirib bizga javob yozishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan demak videorolikimiz tugadi, 3-ishimiz ham tugadi. Topshiriq maqsadida demak o'sha programmani sketchini o'zgartirib, demak biz bilan muloqot modul tizimida muloqot qilishingiz kerak bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.